Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Hop, videoni ko'rishdan oldin sizlar 1dan 10 gacha baholab ketasizlar. Like bosish esdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Hop, bizning manzilimiz Andijon viloyati Bosgan tumani Magirdanmiz. Hop, Magirga qildik bu ishimizni. Qalinligi 4,5 sasna yog'ochdan quruq, xudo xolasa pokiza holatda bo'ldi. Aylanamiz germetika bo'lgan. Bu yerda ham ikkita shikchalarimiz bor, ko'rib qo'yamiz. Kirashini eshiklarimiz ko'rinishi MDFga o'xshab turibdi. Korishnimaga bo'yab berganmiz akamizga. Yog'ochni mana yo'llari ko'rinib turibdi. 5 tadan kaliti bor. Yaxshi qulupdan qo'yilgan. Oshma-moshlarimiz 3 tadan. Rezinkalari ham qo'yilgan akalar. Ko'rib o'zingizlar baholab ketasizlar ishlarimizni. Derazamiz ham kirashni deraza, mana bortrekalik. Oddiy derazadan bortrekalik derazamiz narxlari farq qiladi. Telegram, WhatsApp, emaildan aloqa chiqaverasizlar. Pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilib, oddiy bo'lib dastlabki ustanovchalarimiz ichida bo'ladi akalar. Bemalol aloqaga chiqib ishlarni bitirsanglar bo'laveradi. Hop, qilish vaqtimiz 1 oydan 2 oygacha vaqt ichida qilib beramiz. Laykni bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yamiz, charchamaylar.